Assalomu alaykum aziz birodarlar. Bugun o'zgacha video bo'ladi. Bunaqa o'choqni aniq o'zga joyda ko'rmagansiz. Bitta o'chog'imizga 4 ta qozon ketadi. Qayerda ko'rgansizlar? Videomizni oxirigacha ko'rsalaring, hammasi to'g'risida ma'lumot berib o'tib ketamiz. Xo'p, o'choqlarimizni mana 22 litr qozon ketadigani bor. Bunimizni narxi 300 ming bo'lyapti. Qalinligi 8 likda bo'lgan. Undan keyin 60 litr qozon ketadigani bor. Bunimizni narxi 400 ming bo'lyapti. Sotilish narxlari bularda qalinligi 6 likda bo'lgan. Endi mana tag qismiga qo'yilgani bor. Bu shahar joylarga juda qulay, oddiy variantimiz. Buni ham orqasidan kanne bilan chiqarib yuborasiz, tutamaydi. Bunimizning narxi 500 ming bo'lyapti. Endi mana o'zgachasiga o'tamiz. Bunaqa o'choqlarni ko'rmagansizlar. Nima qulayliklari bor? Mana ichida cho'q bo'lganda, cho'qingiz ketib qolmasin deb eshigini yopib qo'yasiz. Keyin qalinligi ham 8 lik lista bo'lgan, o'ta qalin, 8 lik turbadan bo'lgan. Yana bitta qulayligi qayerda ko'rgansizlar? Ichiga chugun qo'ygan. Birodarlar, buni eng zo'r tomoni birinchidan eshigi bor, mana qalin, 8 lik turbadan bo'lgan. Keyin tortmalarimiz bor, mana. Ichiga chugun qo'yilgan. Yana bitta qulaylik tomoni, tutun kovurga urmaydi. Mana chiqarib yuborasiz tepaga. Umuman ko'zingiz achishmaydi, maza qilib ovqat qilasiz. Yana bitta qulaylik tomoni, 4 tasi birda. Nimagaki bunga 4 ta qozon ketadi. 4 ta o'choqni o'rniga bitta o'choq olasiz, ozgina joyda egallaydi. Mana e'tibor berasizlar, gap isboti bilan 4 ta qozon ketishini ko'rsatib beramiz. Mana oladi qopqog'ini, mana 6 litrli qozon ketdi. Endi buni olamiz. Mana 8 litrli qozon. 8 litrli qozon ketdi. 16 litrli qozon ketdi. Mana 16 litrli qozon. Endi buni ham olamiz. 22 litrli qozon mana. Qayerda ko'rgansizlar? Yana bitta qulay tomoni, ayol kishi og'ir narsalarni ko'tarmaydi. O'shaning uchun qulay qilib qo'yganmiz. Balonini bo'shatamizda mana. Xohlagan tomoningizga ketadi mana. Qaqa borgisiz olib ketaverasiz mana. Shu tomonlari ham qulay mana. Kulogani ham zo'r. Keyin materialni ham aytib o'tib ketdik. Qalinligi 8 likda bo'lgan. Mana tepa qismlari 6 likda bo'lgan. Hozir buni ham ko'rsatib o'tib ketamiz mana. Keyin bularga tish chiqarganmiz, tushib ketib qolmaydi mana. Bir-biriga plotni tushadi. Mana qalinligiga e'tibor beringlar. Xudo xohlasa 15-20 yil xizmatingizni qiladi. Juda qulay qilib yasaganmiz. Manzilimizni aytib o'tib ketaman. Farg'ona tumani, Chimyon shaharchasi, Langar qishlog'ida ustaxonamiz joylashgan. Telefon nomerlarini ekranga qoldirib ketamiz. Zarur bo'lsa, yoqqan bo'lsa mahsulotlarimiz zakaz bersalaring, xudo xohlasa yetkazib olib borib beramiz uylaringga. O'zbekiston bo'yicha dastavka bor, faqat pulli. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.